Bo'ldi aka, 2 kunlarda qilib beraman. Ozgina vaziyatni tushunib tursangiz bo'ladi-yu siz ham. Xo'p, bo'ladi aka. Bo'ldi, harakat qilaman. Rahmat kattakon. Xo'p. Nima bo'ldi? Ozgina problemalar mayda. Problema? Ozgina qarz kirib qolgan edi. Qancha? Qo'yver o'rta, arzimagan pul. Nima? Qo'yur? Esingdan chiqib qoldimi yoki? Tinchlikmi? Aka og'aynim uyi, ketishuvdi bular. Shu og'ayningizni berari bor edi. 2-3 safardan bir kelolmay eshigi qulib. Yo'q, qancha edi aka o'zi? Ko'p emas aka, 2 qarzi bor edi. Shuni bera olmay yuribdi-da. Ha bo'ldi aka. Mana-da, unda aytgan pulingiz. Rahmat o'rtoq tashab qo'yganingga. Men sekin uyga kira qolay. Nima rahmat deysan? Begona emasmiz-ku. Men istunonni uyga olib kirib ketgan, onam bilan mazza qilib ustun oysizlar. Kerak emas. Jindimisan, bor vaqt. Ertaga ko'rishamiz. Men senga bularni qaytarishing uchun qilmaganman. Lekin bu narsalar mana hali esimdan chiqib ketgan-ku.